Do'stlar, shoshilmasanglar bo'lmaydi. 3-qavat kvadrati 1040 dan bo'lib ketdi. Olinglar mana sizlar uchun. В общем, bo'lmasin. 3-etaj 1040 dan. Kami ham bor do'stlar. Qada bor 3-qavat do'stlar. Uje putgan dom. Putgan dom. Ablaslar banisani bilasizlar. Qirg'iziston o'shar Ablaslar banisani ro'parasiga tushgan dom bilasizlar, yo'lni bo'yidagi juda ham manzaraga boy. Keling akajon. Juda ham zo'r joy, 72 kvadrat deyilyapti hozircha. Kelsanglar sizlarga dokumentlarni egalari ko'rsatib turib, sizlarga ponni ko'rsatib beradi hamma yo'g'ini. Kelinglar mana 3-qavat liftlarimiz mana. Hamma yo'q, bir emas ikkita liftlarimiz bor, juda ham chiroyli, zo'r tushgan dom. Do'stlar, ya'ni 12-kvartiramiz bo'lyapti. Bismillah, kirganimizda mana hojatxona, sanuzul uchun ikkita joyimiz alohida. Ammo proyekt juda ham dahshat. Keling aka. Bu kira olish holimiz bo'lyapti va mana bu yerda bitta xonamiz bor, bu kuxnyamiz bo'lyapti. Mana kuxnyamiz juda ham go'zal manzarasi bor. Va mana bu yerda yana bitta xonamiz bo'lyapti. Menimcha buni spalniy qilasizlar bilmayman. Bu yerda ham o'zgacha bitta manzara bor va mana bu yerda buni o'zini alohida kichkinagina yana bitta bir xonachasi bor. Do'stlar, ajoyib qaranglar. Mana bu yerda yana bitta xonamiz bor. Juda ham katta bir mehmonxonamiz joylashgan. Mana bu yerda manzara, mana bu yerda yana o'zining kichkinagina balkonchasi bor. Mana uzungina bir nima shaklda, ya'ni tumaloq shaklda mana do'stlar. Bu yerda ham bir go'zal bir manzaramiz bor do'stlarim, qaranglar. Va keling akajon, mana bu yerdan bitta ko'rsatib qo'ying. Voy mashalloh, bu yerdan juda ham go'zal Sulaymon tog' ko'rinib turadi. Do'stlar, mana boshda dom. Bu yog'imiz mana chap tomonga qarasangiz, globuslar. Bizning domimiz oldida o'ni suvlar olib bering jon aka, pastlarimda yaqinlashtirib, suvni oqimlarini. Voy don. Do'stlar, в общем, shokolad summaga shokolad kvartiramiz chiqib qoldi do'stlarim. Suv, svet, gaz, отопление hamma sentralniy dedi do'stlarim. Lokatsiya zo'r. Qadrdonlar, shoshilib qolinglar. 72 kvadrat bo'lyapti. Plus minus dokument ko'rib olasizlar. Xudo xolasa, hamma yo'q zo'r dedi, o'zingizlar tekshirtirasizlar inshaalloh do'stlarim. 0551 bilan 60 60 00. Qaytaraman, 0551 bilan 60 60 00. Juda ham zudlik baho do'stlarim. Shoshilinglar.